Rasmdagi ayol Fors malikasi Qojar. Uning asl ismi Tajassaltanih bo'lgan. 19-asr Forsida ayollar qoshlarini qalin qilib hamda mo'ylovini yengil, ingichka o'stirib yurishi ayollik, go'zallik timsoli hisoblangan. Ayollar o'sha paytlari shu mo'ylovlari hamda qoshlarining aniq yanada bilinishi uchun ustidan qalam bilan yoki boshqa narsa bilan bo'yab yurishgan ekan. Rasmdagi Fors malikasi Qojar yozuvchi, rassom hamda ayollar huquqlari faoli, ilg'or fikrli degan ayol bo'lgan. Ko'p erkaklar bundan rad javobini olgani uchun, ya'ni turmushga chiqishga rozi bo'lmagani uchun o'z joniga qasd qilishgan ekan. Endi savol tug'iladi. Bu ayolning nimasi chiroyli? Hozirgi zamon ayollarining eng xunugi ham bundan go'zalroq-ku yoki qaysi jinni bu uchun o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin degan mavzu o'rtaga tashlanishi aniq. Lekin u zamonlarda go'zallik o'lchovi sal boshqacha bo'lgan hamda eng asosiy o'lchov uning go'zalligida emas, uning ilmida, hunarida hamda go'zal xulqida bo'lgan.